ertalab o'yatdilo qafasga qaradi. Sokin edi hamma, lekin nimadir yo'q edi. Mushuk turibdi, ko'zlari g'alati. Bir bolasi yo'q, gap boshlandi shu yerda edi. Atrof jim, lekin ichda savol ko'p. Qayerga ketdi, kim biladi, yo'q javob. O'yatdilo dedi, bu oddiy ish emas. Bolasini yegan dedi, ishonish qiyin biroz. Ko'zlar gapiradi, sir yashirinmas. Bu voqea oddiy emas, tushunib bo'lmas. Abdulaziz aka aytdi, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Bolasini yeyapti dedi, yurakdan sezdim. Bu gaplar hazilmas, bu real voqea. Ko'rgan odam aytadi, bu sir emas boya. Qafas ichida jimjitlik bosdi. Hamma qaradi, lekin hech kim gapirmadi. Mushuk esa xuddi hech narsa bo'lmaganday ko'zlarini olib qochdi, o'zi hajm turdi shunday. O'yatdilo yana qaradi diqqat bilan. Hamma narsa o'z joyida, lekin bir narsa kam. Shu voqea tarqaldi tezda hammaga. Kimdir ishonmadi, kimdir qoldi hayratda. Sirlar yashirinmaydi, baribir chiqadi. Ko'rgan ko'rsa haqiqat gapiradi. Abdulaziz aka aytdi, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Bolasini yeyapti dedi, yurakdan sezdim. Bu gaplar hazilmas, bu real voqea. Ko'rgan odam aytadi, bu sir emas boya. Hamma gap so'z bo'ldi shu kichik voqea. Kimdir kuldi, kimdir dedi, bu ham hayotda.